Barakatuh. Mayit nomidan, o'lgan odamning nomidan qazo tutish masalasida o'lgan odamning holatini bilinishligi kerak. Qazo ro'za tutishlik uchun. Asli biroda amalga foyda bermaydi. Alloh subhanahu va taolo oyatda va la taziru vaziratu wizra ukhra. Biror inson boshqaning yukini ko'tarmaydi degan. Shuning uchun asli unga biroda amali foyda bermasligi. Mana shundan istisno bo'ldi. Shariatda o'zi istisno qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislari bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, "Man mata alayhi samun sama anhu waliyuhu." Kim o'lsa-da zimmasida ro'zasi bo'lsa, valisi uning nomidan ro'za tutadi dedilar. Farz ro'zasi qolib ketgan bo'lsa zimmasida, ana shu valisi uning nomidan ro'za tutadi. Albatta endi bu o'lgan odam musulmon bo'lsa, musulmon bo'lsagina ortda qolganlar undan ro'za tutadi. Kofir bo'lsa undan ro'za tutganning foydasi yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'lgan odamdan ro'za tutishlikda hukmini ko'p ulamolar shartini aytishganki, u o'lgan odam ataydan qazo qilmagan bo'lishi kerak. Ataydan, ya'ni e'tiborsizlik qilib, dangasalik qilib tutmay yurgan bo'lsa, unaqa holatda unda ham nomidan ro'za tutishlik befoyda bo'ladi deyishgan. Chunki bu odam ma'siyat qilganligiga biz yordam bermaymiz orqasidan qolib. Uzr uchun tutmay yurgan, boshqa uchun tutmay yurganda, keyin o'lib qolgan, shunaqa suratda uni ortdan qolganlar ro'zasini tutib qo'yishligi yaxshi bo'ladi. Va shunga o'xshagan ba'zi amallar yana istisno qilindi. Haj, ya'ni bir inson boshqa insonning nomidan haj qilishligi ham joiz deyildi. Yoki o'lgan inson nomidan sadaqa qilish joiz deyildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kishi kelib, "Inni ummi uftulitat nafsuha." Onamning joni tasodifiy chiqib ketib qoldi. Va urahu in takallamat tasaddaqat. Bu ham Sahih Buxoriyda kelgan hadis. Yuqoridagi aytgan hadisimizdan Sahih Buxoriyda kelgan. Aytganki, shunda haligi odam, "Men o'ylaymanki, agar onam gapira olganda shu sadaqa qilgan bo'lardi. Afa atasaddaq anha, onam nomidan sadaqa qilsam bo'ladimi?" degan Rasululloh tasaddaq anha deganlar. U nomidan sadaqa qilgan deganlar. O'tadi ya'ni. Mana shu amallar mayit nomidan qilinsa bu o'tadi inshaalloh. Chunki bunda sahih hadislar keldi. Boshqa amallar, masalan, qiroatul Qur'on uning nomidan o'tmaydi. Va boshqa namoz o'qish uning nomidan o'tmaydi. Zakot berishlik masalan uning nomidan o'tmaydi. Illo moli bo'lsa, tirikligida bermagan bo'lsa, o'sha molidan berib yuboriladi. Chunki zakot bu molning ibodati, ya'ni. Asli biroda amali birovga foyda bermaydi. Illo yuqorida zikr qilingan suratlar. Alloh